Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 6. Barlıq qarargahlarga ferman, dedi yol basqan, qorqub, titrep turgan yotish begege qarab. Leşkerler qursiqini to'qlib olgandan keyin peshin asr namozlarini o'qimay, qinib uxlab Yol basqanning bu g'alit farmoni Xo'ja Hidoyatullo Eshonni ta'ajjubga soldi. Peshin asr namozlarini o'qimasin degani qandoq gap o'zi? Bumu lashkari tadbirmidir? Bundaq vaqtda namozni qazo qilish emas, balkim vaqti qaralida o'tab, Alloh taolodan g'alaba nusrat ato qilishni tilash kerak edi-ku. Yol basqan sayxonasiga to'ldirib nasht silingan dastiga qimmatbaho rangdor toshlardan ko'z qo'yib naqshlangan chiroyli chilimni xumarliq bir nechini sho'rvatgandan keyin Hidoyatullo Eshonga tangladi. Chekib qo'ysizlar, pirim, hordiqni oladi. Eshon gap so'zsiz chilimni qo'liga oldi da xuddi dam tartib ketmoqchi bo'lgandek barliq vujudi bilan sho'rvidi. Eg'iz burularidan yangdak ko'kish tutun turilib chiqdi. Bargahi olidagi ikki mahram ularning put qo'llarini yumshoq tutib atdi. Lashkarlarni namoz o'qishga qo'ymay, uxlashga farmon berdilar, ona hazratim, dedi Hidoyatullo Eshon ko'nglidagi tugishni yeyishga tirishib. Demisimi ular bak charchab ketdi, aram olmasimi bo'lmas. Ammo yovlashganlari burnimizning tegdila turibdi. Tunji jangda nusrat ularga yuzlandi. Olimadiz ular qornini to'qlab olgandan keyin g'albisiga tamanno qo'yib qarorgohimizga bostirib kelib qolsa, xotirjam bo'lsizlar, buzrukvorim, dedi yol basqan Eshonning og'zidagi gapni tortirib. Ularmi hodi charchidi. Lashkarlarni tartibga soladi. Eng tez kelgandimi xubtandan burun qarorgohimizga tegish qilinmaydi. Mahramlar dasturxon silib, dasturxon ustini dumlab pishirgan qo'zi go'shi, bochka kavpi, badam yong'oq meg'zi va yog'liq to'qash bilan ko'mivatdi. Sharob keltiringlar, dedi yo'l basqan qopqini turib, shu hamon mahramlar dasturxonga 2 xumra sharob bilan 2 kumush kosa keltirdi-da, kosaga liqlab sharob qo'ydi. Qani, asla buzrukvorim. Sharob ishkash qursaqni rosa bir astarlayli, dedi yo'l basqan bochka kavpini ishtiho bilan yegash. Hidoyatullo Eshon yo'l basqan bilan pat-pat sharobbozlik qilib ulfatlashatdi. Shariat ahkomlariga qattiq rioya qilib odatlangan oddiy xalq. Islom aqidasida harom deb cheklangan sharobni ichish tugul, sharob ichilgan qochiladimi tomoq yeyishni qattiq gunoh deb biladi. Din peshvosi, suluk yo'lboshchisi, avliyo, qutbul ahtob, sultonul muaqqiqin, Valiyullah deb qattiq cho'qinadigan Xo'ja Hidoyatullo Eshonning kun atlab sharobxo'rlik qilganligini zinhor bilmaydi. Hatto xiyoliga keltirmaydi. Yumshoq qo'zi go'shi, tamlik va quvvatlik bochka kopini to'yg'ichi yeb, sharobni qong'ichi ichgan Hidoyatullo Eshon xeyli obdan kayib bo'lgan bo'lib, mugdashga boshlagan edi. Qandaq, endi bir oz orom elib olamlar, buzrukvorim, dedi yo'l basqan Hidoyatullo Eshonni yengil nuqib. Eshon cho'chib beshini ko'tardi-da, "Xo'sh, shundoq qilayli", deginicha o'rnidan qo'zg'aldi va sharob kaypida alang-salang dastignicha o'zining xos chidiriga qarab maqdi. Bu chaqda kun o'tirgan bo'lib, ziminga tun pardasi yeyilishga boshlagan edi. 7. Bargahi oliga yig'ilgan İsmoil xonning barliq sarkardalari
g'alaba tantanasiga cho'ngan edi. Amir Mirza Babaqbek janoblarining bu tadbiri haqiqatan qaltis unum berdi. Shuni desizlar, xeyli janglarni ko'rganman, lekin bugünkidek oz lashkar bilan ko'p lashkarni vasvasiga silib, g'alaba qilganni ko'rmabdi ekanman. Tadbir puxta bo'lsa, lashkarlarning oz ko'pligidan ancha vayim yemigulik ekan. Mirza Babaqbek janoblarini marhum Amri Kabir Hinduqush Mirza janoblari bilan bir qancha qitim jangbozlik martida baslashib beqibdigan deb anglab edim. Har ikkilari bir-birini yengolmabdikanlar. Marhum Hinduqush Mirza xonliqimizning eng buyuk sarkardasi edi, dedi Mirza Babaqbek hasratlik tinib. Ol muhtaram ustoz bilan bir necha qitim sinishib baqqanim rost. Ammo bu xeyli burunqi ishlar. Yilikimiz rosa to'shqan qiron mezgillarimiz edi. Hinduqush Mirza yolg'iz lashkari tadbirda emas, axloq fazilatimi kamolatga yetgan kang qursoq, apuchan odam edi. Shamshar bozliq, nayzi bozliqda men hargizmi uning tang tushi emas edim. Amisa tanglashib qoptikanlig'i ustoz? Aldirab so'rdi. Bu ishqa to'limi qiziqqan. Amisa tanglashib qoptikanlig'i ustoz? Aldirab so'rdi. Bu ishqa to'limi qiziqqan Malika muhtaram xonim. Bu ish marhum Hinduqush Mirza bilan ikkimizningla o'tirsidagi sir. Aytib bersizlar ustoz. Bizmi bilib qolaylik? Dedi Malika muhtaram xonim aldirab. Ma'qul, aytib beray, dedi Mirza Babaqbek kulib. Ashu bir qitimliq baslashda Hinduqush Mirza atrofimizda tomosha ko'rib turgan sarkardilar va minglagan lashkarlarning oldida mening yuz obro'yimni oyab, mahoratini to'liq ko'rsatmay erishib, mahorat sinishni men bilan tanglashgan hisobda oxirlashtirgan edi. Ha, mundaq ishkanda, dedi Malika muhtaram xonim ancha qayli bo'lmay. Bu Hinduqush Mirza toza qiziq odamkan. Bu degan odatdagi bir baslish tursa, shuningmi yuz xotir qilish ketamdi amdi. Hamma odam sizga o'xshash yuzsiz emas, Malikam, dedi Mirza Babaqbek kulib. Aynili sizli o'qiya etish, shaxmat o'ynashda Sultan Abdullohxon oliylariga yuz xotir qilmagan. Ha, shundaq, dedi Malika kulib. Shu chaqda xon atam yengilib qilibmi, yuz obro'yi tushib ketmadi-ku, ayna? O degan xon oliylari-da, dedi Mirza Babaqbek. Xon oliylari yengilsa baribir, ya'ni taxtda o'tirib, farmon yorliq tushiraverdi. Uning ijrosini biz amirlar bejirimiz. Ammo ashundoq oddiy bir sinishning bizdek odatdagi amirlarga beradigan ta'siri boshqacha bo'ladi. Aynili Hinduqush Mirzaning yuz xotir qilishi bilan bo'lgan sinishda sarkarda lashkarlarga tanglashib qolgandek tuyg'u beruvdik. Shu kundan boshlab sarkarda lashkarlar menimi xuddi buyuk amir Hinduqush Mirzani ko'rganda ko'rib hurmatlaydigan, har qanday buyruqimga so'zsiz itoat qiladigan bo'ldi. Hinduqush Mirzami tinish vaqtlarda lashkari ishlarni menga tashlab berib, o'zi xotirjam orom oladi. Sarkarda lashkarlar oldidagi yuz obro'ylarini Hinduqush Mirza tiklab qo'yibdi-kanda. Shundoq Malikam, bundaq sharafga erishgan yolg'iz malla emas. Marhum Chubik Mirza qatorliq bir qancha sarkarlarmi Hinduqush Mirza bilan jangbozlik mahoratida sinishib, tanglashib qolgan edi. Ha, ularg'imi Hinduqush Mirza yuz xotir qilib, yengvanmay tanglashib,
yüz obro'yini ko'tarib qo'yibdi ekanda. Endi Qushmirzini jangbozlik mahorati va lashkariy tadbirda yagona istidod egisi deyishga bo'ladi. U kishi qo'rsig'idagi ilm mahoratini bizdan o'ygan emas. Shu sababdan menmo ancha-muncha jang tadbirlarini tuzishni bilaman. Endi Qushmirza bir kimning mahoratiga ancha oldirab qoyil bo'lmaydi. Ammo Malikamning o'qiya etish mahoratiga qoyil bo'lib, bir qancha qitim maqtab bergan. Shundaq gapmi bormi-te, dedi Malika muhtaram xonim o'zini u buyuk sarkardaning maqtig'ini anglab. Shundaq Malikam, ayni yili Shohzoda Yo'lbosxonga jazo yurishi qilganda qizilning u tarafidagi jangdan xon yorligi bo'yicha silini elib qaytib kelgandan keyin silining jangda sotqun Mirza Yusufbekni o'ldirib ko'rsatgan bahodirliklarini so'zlab kelib, agar yosh vaqtimdagidek ko'zlarim o'tkir bo'lgan bo'lsa, Malika muhtaram xonim bilan marganlikda sinishib boqqan bo'lardim. Hey tangay, shu chog'dimi bu margan Malikadan yengilib qolar bo'g'iydim. Chinigan narsasiga takkizmay qo'ymaydi ekan emasmi bu Malika degan edi. Bo'libmi silining ushqandek chepib ketib qolgan qora tulparning ustida o'tirib, shaqqida keyinlarga burilibla o'qiya itib, qo'g'lab kelayotgan Mirza Yusufbekning ko'zini quyiyotgan mahoratlariga bakmi qoyil bo'lgan ekan. Mirza Babaqbek atrofidagi sarkarlarga qarab turib, gapini davomlashtirdi. Marhum Hindi Qushmirza chepib ketib qolgan ot ustida keyniga qayrilib, o'qiya etish ajdodlarimizning eng burunqi jangbozlik mahoratlaridan biri. Bundaq mahoratni xeyli man degan sarkarlarmu voyaga yetkizib ko'rsatanmaydi. Keyniga qayrilib o'qiyani otdi degandimi, chinigan narsaga dal takkuzalishi notayin. Malika muhtaram xonim bu mahoratda haqiqatan kamolatga yetibdi deb silini bir qancha qitim maqtagan edi Malika. Malika muhtaram xonimning bu tarifini anglab, Oqsu qo'shinining sarkarlari Malikaga texmi bak qoyil bo'lishdi. Rost, Malika muhtaram xonimning o'qiya etish mahorati haqiqatan qoltiskan. Bismillah demasdan yov sarkardisining bir ko'zini yo o'qi bilan qo'yibdi emasmi? Shundoq Malikamning bu mahorati bilan lashkarlarimizning jasorati necha hassi kuchayib ketdi. Bugungi jangning g'albisida Malikamningmi bir o'lish to'pisi bor. Bugungi jangda nusrat qoznishimizda barliq sarkarlarda lashkarlarning to'pisi bor deb so'z oldi bayatdan beri jim o'tirgan Shohzoda Ismoilxon. Ammo Mirza Babaqbek janoblarining ko'rsatgan to'pisi olaydi bo'ldi. Jangda g'alaba qilishimizda dona tadbir ko'z tipli qolmay, texi yov qo'shini orasidan 5000 dan ortiq xillangan otliq lashkarni el qildirib, qo'shinimizning kuchini zo'raytdi. Ko'nglimdagi gapni qilsam, Mirza Babaqbek janoblariga Oqsuga kelgan hamon loyiqida biror mansab martaba hadiya qilish o'yin bor edi. Ammo boshqa sarkarlarning qoyil bo'lmasligidan ansirab, bu o'yimdan vaqtincha voz kechgan edim. Mana bugun Amir janoblari o'zining yagona istidodi bilan ajr to'p ko'rsatib, barliq sarkarda sarvozlarni qoyil qildi. Shunga qo'shinimizning Amrul Umraliqiga tayinladim. Amrul Umraliqi degani amri bosh qo'mondan degan gapkan. Ismoilxonning og'zaki farmoni oxirlashi bilan barliq sarkardalar muborak bo'lsin deyishib Mirza Babaqbekni qutlashdi. Manga biror mansab martaba inom qilsala xon ota, dedi Malika muhtaram xonim kulib, erkilab. Mening bugungi jangda ko'rsatgan to'hpamni kichik ko'rib qoldimmi ya? Chaqchaq qilmang Malikam, dedi Ismoilxon kulib.
Siz degan bir qiz bola tursingiz. Qiz bola bo'lsam nima bo'pti? Dedi Malika bir oz ranjib. Siz meni davomli qiz bola deb ko'zlariga ilmayla. Mirza Babaqbek ustoz bilan Shir Ali Bahodir oraga tushmagan bo'lsa, tas qilatdilar. Meni mushu jangimga akamay Aqsu qalasiga qamab qo'yg'ili. Malikaning bu gapini anglab, sarkarlarning hammasi qaqaqlab kulib ketdi. Öz vaqtida sizga marhum akam Sultan Abdullah xonmo tankilanmabdi ekan. Nurg'un ishlarda ra'yingizga beqibdi ekan. Ulug' sarkarda Hinduqush Mirzamo sizni gapiga kirgizolmay, to'li jo'rib, oxiri G'albixo'r Malika deb atabdi ekan, dedi Ismoilxon Malikaga qoyillik nazari bilan qarab. Ashu ulug'lar yo'l qo'ygan yerda men yo'l qo'ymasam, ularning oldida otkochilik qilgan bo'p qolgudakman. Bo'libmi? Bo'pti. Sizga rasmiy sarkardilik martabasini berdim. Maosh ta'minotingiz boshqa sarkardilar bilan o'xshash bo'ladi. Hozircha 500 nafar xos nökeringiz, 1,5 ming lashkaringiz bo'ladi. Ammo bir shartim bor. Cho'qim qabul qilasiz. Hili qo'yib bir shartgan, 10 shart bo'lsa mayli. Qani, aytsila xonata, dedi Malika Möhtaram xonim xushalliqdan sakrab. Bosh-boshdoqlik, o'z beshimchilik qilmaysiz. Ilgari sizni bir malika deb qarab, bosh-boshdoqligingizni kechirib etgan. Ra'yingizga boqqan edik. Hozirdan boshlab sizga malika tariqasida emas, rasmiy sarkarda tariqasida muomala qilinadi. Lashkari ishlarda Amrul Umroning farmoniga shartsiz bo'ysunasiz. O'z beshimchilik qilsangiz, lashkari jasoqqa tortilasiz. Hatto qo'lingizdan ayrilib qilishingiz mumkin. Bo'ldi, bu shartga men rozi. Deganlarini bajondil o'rindayman, dedi Malika Möhtaram xonim va'da berib. Kichkina bir ojizaga sarkarlik martabasi berib, lashkari ishlarga aralashtirsak, qamlashmasmikin? Olilari, dedi norozi bo'lgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon chiroyini purishtirib. Shu tapda Eshon Malikaning jangbozlik mahoratiga va sarkarlik martabasiga hasad qilyotdi. Chunki Eshonning odatdagi sarkarlarchilikmi lashkari mahorati yo'q edi. Ilgari bir qancha qitimliq lashkari yurishlarga qatnashgan bo'lsa-mu, qirchop sadolari palakni qushqan, yigitlik jasoratini sinaydigan, jasadlar dövlünüp, qonlar eriq bo'lib iqiyotgan janggohga bir qitimmi nar tortib kirib boqmagan edi. Ismoilxon uningga qo'l berib, murid bo'g'ini bilan, pir buzruk deb olaydi hurmatini qilgani bilan, texichilar uning rasmiy yo'sinda biror mansab martaba inom qilmagan edi. Shu turqida u munu malikchilikmi bo'lolmayotdi. Xotirjam bo'lsizlar, hazratim, dedi Malika Möhtaram xonim mansitmaslik nazari bilan qarab. Men bu yil 16 yoshga qadam qo'ydim. O'z vaqtida babai ajdodlarimizdan buyuk podshoh Bobur Mirzo olilarimi 7 yosh chig'idlar jangga qatnashib sarkarda bo'lgan ekan. Bu yerdagi Bobur Mirzoga mundaq izohat berilibdi. Bobur Mirzo Zuhuriddin Muhammad Bobur 1983-yildan 1530-yillargacha yashagan. 1530-yilgacha yashagan. Hozirgi Afg'oniston, Pokiston, Hindistonlarni birlikka keltirib, buyuk Boburiylar imperiyasini qurgan harbiy sarkarda, harbiy olim Sultan Saidxon bilan navri keladi, debdi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon islomiy shariatdan so'z ichib, gap qilmoqchi bo'ldi-yu, lekin yana munozirlashsa, Malikaga gap tepib berolmay, yengilib qilib, yuz obro'yini to'kilishdan ansirab, og'zini o'mallab to'xtab qoldi. Ammo noroziligi chiroyidan mana men debla chiqib turadi. Muborak bo'lsin, Malika Möhtaram xonim, dedi Amrul Amra Mirza Babaqbek Malikaning beshini otilocha mehri bilan silab. Saidiya xonligi tarixida lashkari martabaga erishgan tunji ayol sarkarda bo'ldingiz.
Boshqa sarkardilarmi bir ig'izdan malikani tabriklashdi. Endi barliq sarkardilar o'z qarorgohiga chiqib orom olg'ay, dedi bir oz charchab qolgan Ismoilxon. Bugungi g'albimizdan mag'rurlanib, behud tursak bo'lmas, dedi Malika muhtaram xonim. Meningcha, har ehtimolga qarshi hozirlik ko'rib qo'yganimiz tuzuk. Bugungacha yov lashkarlari qarorgohimizga bosqin qilishi mumkin. Ol murtatlar boya bizdan yengilgan tursa, kechida qarorgohimizni bosqin qilishga petnanmas, dedi Xo'ja Abdulla Eshon Malikaning so'zining shexiga urib. U shu topda o'zining tadbirlik ekanligini ko'rsatib qo'yishga oldirab qolgan edi. Lashkari tadbirlar xotirlangan jangnomalarda nusrat qozonganlarning mag'rurlanib behudlashadiganligi, mag'lub bo'lganlar qaytadan tayyorlik ko'rib, behud turgan g'olib qo'shin qarorgohini bosqin qilib, mag'lubiyatini g'albaga aylantirdiganligi ko'p xotirlangan, dedi Malika muhtaram xonim va Amrul Umra Mirza Babaqbekka qarab gapini davomlashtirdi. Behud turishga bo'lmaydi, ustoz. Har ehtimolga qarshi biror tadbir tuzib qo'yganimiz yaxshi. Malikamning deganlari durust, dedi Mirza Babaqbek qoyillik bilan boshlang'ishdi. Yo'lbosxon ko'p jang ko'rgan, lashkari ilmlarni xeyli puxta o'rgangan, qu odam. Jang tadbiri tuzishkimi xeyli epi bor. Meningcha u bizni g'albidan mag'rurlanib behudlashdi deb qarab, kechacha qarorgohimizni bosqin qilishi mumkin. Ayg'oqchilarning xabar qilishicha, Yo'lbosxon lashkarlarining qarorgohidan peshin asr namozlariga to'g'langan azon ovozi anglanmabdimish. Bu uning lashkarlarini uxultib, orom oldirayotganligidan bishorat. Kunduzi uxlagan odam cho'qim kechasi uxlamaydi. Demak, Yo'lbosxon bugun kecha qarorgohimizga tegish qilishi mumkin. Amisa muvofiq bir tadbir tuzayli, dedi Ismoilxon jiddilashib. Sarkarlarning hammasi Mirza Babaqbekka qarashdi. Shu daqiqada Shirali Bahodir bilan Malika muhtaram xonimmo muvofiq bir tadbir ustida bosh qotirib tuyuqsiz oldin maslahatishib olgandek har ikkisi tangla ig'iz etishdi. Mehmonni sohibxonsiz kutib olish tadbirini ishlatayli. Ular gapini deb bo'lib, bir-biriga qarab qaqaqlab kulib ketdi. Bu tasodifiy to'g'ri kelib qolgan fikr birligidan boshqa sarkarlar hayron qilishdi. Mehmonni sohibxonsiz kutib olish tadbiri yov qo'shinining kechilik hujumini oldin mo'ljallangandan keyin qarorgohni odam bodak holatda jobdib quruq qoldirib, lashkarlarni qarorgoh sirtiga bo'ktirma qilib, kechida bostirib kelgan yov lashkarlari qarorgohda odam yo'qligini bilgandan keyin cho'chib sarosimiga tushgan vaqtidan foydalanib, tuyuqsiz hujum qilib yo'qotish tadbiri edi. Bu tadbirni Yakan Saidiya xonliqidagi sarkardilar mehmonni sohibxonsiz kutib olish tadbiri deb ataydi. Bu tadbir nurg'un janglarda ishlatilib, unumi ko'rilganligi uchun jangnoma va urush tadbirlarida xotirlangan edi. Malika muhtaram xonim bilan Shirali Bahodir bu tadbirni tangla esiga ilishgan edi. Bo'ladi. Mehmonni sohibxonsiz kutib olish tadbirini ishlataylik, dedi Mirza Babaqbek bu tadbirni muvofiq ko'rib. Xubdandan keyin barliq sarkardilar o'z qarorgohlarini xuddi lashkarlar uxlayotgandek holatda jobdib, chiroq yiqib qo'yib, qarorgoh sirtida bo'ktirma bo'lib turg'ay. Yov lashkarlari qarorgohga bosqin qilib, to'liq kirib bo'lgandan keyin dumboq deb belgi berilgan hamon chuqan suran silib, yov lashkarlarini vahimaga sag'ash, hujumga o'tkay. Bosh ustiga, dedi barliq sarkardilar. Mening bu tadbirga ozroq tuzitish kirgizgim kelyotidi, bilmadim. Amrul Umra janoblari qanday qaraydi ekan? Dedi Malika muhtaram xonim o'ychanlik bilan. Xo'sh, qani, dedi Mirza Babaqbek. Meningcha quruq qoldirilgan qarorgohning atrofiga quruq o'tin qumush, shoh shumba qatorliq oson kuydigan narsalarni dövelab,
üstiga yağ chechib qo'ysak, yov lashkarlari qarorgohga bosqin qilib kirib bo'lgandan keyin o't atar ya o'qi bilan qarorgohga o't qo'yvatsak, yov lashkarlari o't yalqularini ko'rib texmo vahimaga tushgan. Bizmo o't orqali ularni ko'ydirib tashlagan bo'lar edik. O't ko'ymay aman qolgan yov lashkarlarimiz qilishlab, neyzilab, taltiks yo'qotgan bo'ladi. Bu yerdagi ya o'qi, o't atar ya o'qi degani o'qning uchiga paxta yo'gab, paxtani yoqqa milab, o't yiqib otadigan o'q deydi. Bumu bo'ladigan tadbir ekan, dedi Mirza Babaqbek. Malikaning bayonlarini anglagandan keyin mamnunlik bilan boshlang'ishdi. Qani, sarkardilar, mushu tadbir bo'yicha puxta tayyorlik ko'rgaysizlar. O't atar ya o'qini ko'proq tayyorlab olgaysizlar. Bosh ustiga